Men sizlarga maqsad qo'yish bo'yicha mana o'tib beraman degan edim. Shuni darsligini o'tib beraman. Kuzatinglar va sizlarga bu manfaatli bo'ladi. Mana maqsad qo'yish qanaqa bo'ladi? Yilligini olamiz, eng kam miqdorda olamiz. Yiliga masalan 120 million so'm pul topishlikdi. Hozir ko'pchilikka voy 120 million so'm bo'lib ko'rinishi mumkin. Men sizlarga oson strukturasini o'rgatib qo'yaman. Oyiga bu bo'ladi 10 million so'm bo'ladi. Haftasiga hisoblaganda 4 hafta priblizitivni ordiqlar chiqarib tashlaganingizda bu 2,5 million so'mdan aylanadi sizlarga. Hop, kuniga 357 ming so'mdan. Siz bu 357 ming so'mni kuniga qayerdan topaman deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Hop, men sizga oson strukturasini shuni tushuntirib beraman. Tavarkada oson strukturasini o'rgatganman, target yoqib sotishlikni. Men buni yana nimasini, varonkasini ham ko'rsatib beraman. 357 ming so'mni bir kunda qanday qilib topishlikni. Masalan, target yoqamiz bitta tovarga. Target yoqqanimizdan keyin u xoh xizmat bo'lsin, xoh tovarkada bo'lsin, umuman farqi yo'q. Hop, tovarkada olamiz. Target yoqib turib, masalan, bitta 10 dollarga target yoqdik, 50 ta 60 ta SMS keldi. Bu 100 tagachon kelaveradi, lekin biz shu 50 ta 60 ta SMS misolida ko'rib chiqamiz. 50 ta 60 ta SMS keldi, undan 5 tasini sotdik. 5 ta tovar sotganligimiz hisobiga, masalan, 200 minglik tovarimizdan 5 ta sotsak 1 milliondan oshiq bo'ladi. Hop, agar siz 200 minglik tovarda ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, ustiga 200 ming so'mdan qo'yib sotsangiz 400 ming so'mdan bo'ladi bu. 5 ta tovar sotganligingiz hisobiga 2 million bo'lsa 1 million so'm foyda bo'ladi. Siz masalan uni targetga ayirib tashlagan taqdiringizda ham ayirib tashlaysiz, 10 dollar ayirib tashlaysiz va qolgani sof foyda bo'ladi. Qarang, endi biz buni minimal hisobda 2 ta yo 3 ta sotganligingiz hisobligi uchun ham 2 dona tovar sotsangiz ham bemalol 400 ming so'm foyda qilasiz. O'shani hisobiga 357 ming so'm bu juda ham minimal summaligi uchun sizga bemalol kelib chiqadi. Mana shuni soddalashtirilgan misolda men sizlarga ko'rsatib berdim. Keyingi darslarimizda men sizga o'sha varonka qilib, dars o'tib, o'shani target yoqib sotuvni ham ko'rsatib beraman.